Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pullarni yo'qotmaslik uchun pensionerlar yeni yilgacha nimalarni qilishga ulgurish kerak. Bu mavzu shunchaki oddiy eslatma emas. Bu bevosita sizning pensiyangiz, qo'shimcha to'lovlaringiz, imtiyozlaringiz va bank kartangizga keladigan pul bilan bog'liq. Agar ayrim ma'lumotlar vaqtida yangilanmasa, ayrim hujjatlar tekshirilmasa yoki kerakli ariza topshirilmasa, odam o'zi bilmagan holda puldan ayrilishi, to'lov kechikishi yoki ortiqcha olingan pul keyin qaytarib undirilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kimga bu masala tegishli emas, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, nimani yozish kerak, barchasini birma-bir tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni ko'rmagan birgina pensioner ham pul yo'qotib qo'yishi mumkin. Avval pensiya tizimida ko'p ishlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, bankdagi eski hisob raqamlari yoki pensionerning o'zi borib tasdiqlashi orqali yuritilar edi. Masalan, odam pensiya yoshiga chiqqan, hujjat topshirgan, pensiyasi tayinlangan, keyin har oy kartasiga yoki naqd shaklda pulini olib yurgan. Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlandimi, endi o'zi kelaveradi deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya miqdori va to'lovning davom etishi bir nechta ma'lumotlarga bog'liq. Yashash joyi, shaxsiy hujjatlar, bank kartasi, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik holati, ishga kirgan-kirmaganlik, chet elga chiqib ketish, vafot etgan shaxs nomiga to'lov ketib qolmasligi va boshqa holatlar. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Pensiya jamg'armasi, banklar, soliq organlari, FHDYO, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, mahalla va boshqa tizimlardan ma'lumotlar olinadi. Bu yaxshi tomoni shundaki, odamdan ortiqcha qog'oz so'rash kamayadi. Lekin xavfli tomon ham bor. Agar ba'zida xato ma'lumot turgan bo'lsa, masalan, kartangiz faol bo'lmasa, familiyangiz pasportda boshqacha yozilgan bo'lsa, nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, yu tizimda ko'rinmasa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, unda to'lovda muammo chiqishi mumkin. 1 iyulgacha ulgurish kerak deganda. Men eng avvalo shuni nazarda tutyapman. Pensioner o'z ma'lumotlarini tekshirtirishi, huquqi bor qo'shimcha to'lovlardan foydalanishi, bank va hujjat masalalarini tartibga keltirishi. Agar biror imtiyoz yoki qayta hisoblashga asos bo'lsa, ariza berib qo'yish kerak. Chunki ayrim holatlarda ariza qachon berilgan bo'lsa, to'lov ham o'sha muddatdan hisoblanadi. Kechiksangiz, o'tgan oylar uchun pulni ola olmasligingiz yoki uni faqat cheklangan muddat uchun undirib olishingiz mumkin. Birinchi muhim masala pensiya kartangiz va bank hisobingiz. Juda ko'p pensionerlar bank kartasining muddati tugaganini sezmaydi. Masalan, karta 2024 yil iyun oyigacha amal qiladi. Odam esa kartam bor-ku deb yuradi. Pul tushmaydi yoki bankda texnik rad etish bo'ladi. Keyin pensioner bankka boradi, yangi karta ochadi, lekin to'lov bir necha kun yoki ba'zan undan ko'proq kechikadi. Agar bu odam dori-darmoni aynan pensiya kuni oladigan bo'lsa, bu kechikish uning hayotiga real zarar yetkazadi. Shuning uchun men doim aytaman, 1 yilgacha bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Kartada ismingiz to'g'ri yozilganmi? Telefon raqamingiz bog'langanmi? SMS xabar ishlayaptimi? PIN kodni bilasizmi? Karta bloklanmaganmi? Bularni ko'rib chiqing. Ikkinchi masala pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Ba'zi odamlar eski pasportdan ID kartaga o'tgan. Lekin pensiya bo'limidagi yoki bankdagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, ism sharifdagi bitta harf farqi ham muammo tug'diradi. O'g'li bir joyda o'g'li, boshqa joyda o'g'li. Yana bir joyda boshqacha yozilgan bo'lsa, tizimlar avtomatik solishtirganda xatolik ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, familiyasi o'zgargan ayollar, turmushga chiqqan yoki ajrashgandan keyin hujjat almashtirgan fuqarolar, pasportini yaqinda yangilagan pensionerlar buni albatta tekshirtirsin. Uchinchi masala yashash manzili. Pensiya tayinlangan paytdagi ro'yxat manzilingiz boshqa, hozirgi yashash joyingiz boshqa bo'lsa, ayrim xabarnomalar, tekshiruvlar, mahalla orqali beriladigan ma'lumotlar sizga yetib bormasligi mumkin. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin o'g'lining uyida, Samarqandda yashayapti. Bank kartasiga pul tushayotgani uchun u muammo yo'q deb o'ylaydi. Lekin agar biror tasdiqlash, qayta hisoblash
nafaqa turi bo'yicha aniqlashtirish kerak bo'lsa, hujjat eski hududda qolib ketadi. Natijada odam nega menga aytishmadi deb qoladi. Shuning uchun ro'yxat manzilingiz, faktik yashash joyingiz va telefon raqamingiz idoralarda to'g'ri ko'rsatilganiga ishonch hosil qiling. 4-masala. Qo'shimcha to'lovlar va ustamalar. Ko'plab pensionerlar faqat asosiy pensiyani olib yuradi, lekin ularga qo'shimcha ustama, kompensatsiya yoki qayta hisoblash tegishli bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Masalan, takli yoshga to'lgan keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilganlar, yolg'iz yashovchi va parvarishga muhtoj keksalar, o'quvchisini yo'qotgan oila a'zolari, ish staji to'liq hisoblanmaganlar, arxiv hujjatlari keyin topilganlar alohida e'tibor berish kerak. Agar sizning ish stajingizda 1 yil, 2 yil yoki 5 yil hisobga kirmagan bo'lsa, pensiya miqdori kam chiqishi mumkin. Bu farq har oy 1000 so'm, 1000 so'm yoki undan ham ko'proq bo'lishi ehtimoli bor. Bir oyda kichik ko'ringan pul 1 yilda katta summaga aylanadi. Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga 1 iyulgacha o'z holatini tekshirtirishni maslahat beraman. Pasportini yoki ID kartasini yaqinda almashtirganlar, bank kartasining muddati tugayotganlar, telefon raqami o'zgarganlar, boshqa tuman yoki shaharga ko'chib o'tganlar, nogironlik muddati bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lganlar, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan oilalar, talaba farzandi nomidan nafaqa olayotganlar, ishlab yurgan pensionerlar, uzoq muddat chet elga chiqib kelganlar, yolg'iz yashovchi yoki parvarishga muhtoj bo'lgan keksalar, pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan deb gumon qilayotganlar. Oddiy misol, Anvar ota 67 yoshda. Pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartasi 1 iyulga yaqin muddatda tugaydi, lekin u buni bilmaydi. Iyul pensiyasi tushadigan paytda karta faol bo'lmagani uchun to'lov bankda ushlanib qoladi. Anvar ota 3 kun bankka qatnaydi. Keyin yangi karta oladi. Agar u kartani oldindan tekshirtirganda hech qanday kechikish bo'lmasdi. Bu yerda davlatdan pul yo'qolmaydi, lekin pensioner o'z vaqtida pul ola olmaydi. Ba'zan aynan vaqtida olinmagan pul ham katta muammo. Yana bir misol. Mahfuza opa baxtli yoshga to'lgan, lekin unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan, qo'shimcha to'lov bo'yicha ariza bermagan yoki ma'lumot yangilanmagan. U hammasi avtomatik bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Amalda ayrim ustamalar avtomatik aniqlanishi mumkin. Ayrim holatlarda esa ariza yoki hujjat talab qilinadi. Mahfuza opa buni 3 oy keyin bilsa, shu 3 oy davomida olishi mumkin bo'lgan puldan ayrilishi ehtimoli bor yoki uni olish uchun qo'shimcha murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Men shuning uchun keksalarga yoshga bog'liq ustama bormi? Parvarish puli bormi? Boshqa kompensatsiya bormi deb pensiya bo'limidan yozma yoki elektron tartibda aniqlashtirishni tavsiya qilaman. 3-misol, Dilshod aka pensiyaga chiqqanda 25 yillik staji hisoblangan. Keyin eski zavod arxividan yana 4 yil ishlaganini tasdiqlovchi hujjat topildi. Agar u bu hujjatni topshirsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Faraz qilaylik, qayta hisobdan keyin pensiyasi oyiga 1,20 ming so'mga oshadi. Bu 1 yilda 1 million marta 40 ming so'm degani. Agar u keyin topshiraman deb yuraversa, har oy real pul yo'qotadi. Shuning uchun ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari bo'yicha hujjatlaringiz bo'lsa, ularni uyda saqlab yurmang. Mutaxassisga ko'rsating. Agar sizning pasportingiz yangilangan, bank kartangiz faol, telefon raqamingiz ishlaydi, yashash manzilingiz o'zgarmagan, pensiyangiz muntazam tushyapti. Nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik kabi muddatli to'lov olmaysiz. Ish stajingiz bo'yicha e'tirozingiz yo'q, qo'shimcha imtiyozlar bo'yicha huquqingiz yo'qligini aniq bilsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir men kamida bir marta tekshiruv qilishni maslahat beraman. Chunki ko'p xatolar odamning o'zi bilmagan joyda bo'ladi. Masalan, telefon raqami eski, bank ilovasi ishlamaydi. Karta muddati 1 oy ichida tugaydi yoki pensionerning familiyasi bazada eski pasport bo'yicha qolgan bo'lishi mumkin. Shuni tushunib oling, menga pensiya tushyapti degani hammasi 100% to'g'ri degani emas. Pensiya tushishi mumkin, lekin kam miqdorda tushayotgan bo'lishi mumkin. Pensiya tushishi mumkin, lekin qo'shimcha ustama qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Pensiya tushishi mumkin, lekin ertaga bank kartasi bloklansa muammo chiqishi mumkin. Demak, tekshirish bu xavotir emas, bu moliyaviy tartib. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat nogironlik muddati.
Agar pensiya yoki nafaqa nogironlik asosida tayinlangan bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati tugashidan oldin hujjatlarni yangilash kerak. Ba'zi odamlar meni avval nogiron deb topishgan, endi davom etaveradi deb o'ylaydi. Lekin nogironlik muddatsiz belgilanmagan bo'lsa, qayta ko'rik zarur bo'ladi. Agar muddat tugab, yangi ma'lumot tizimga vaqtida tushmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin tiklash mumkin bo'lsa ham, odam bir necha oy pul kutib qoladi. Ikkinchi nozik jihat boquvchisining yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi. Bu to'lovlar ko'pincha farzandlar, talaba yoshlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bilan bog'liq bo'ladi. Agar bola 12 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Masalan, talaba sentabrda o'qishga kirgan, lekin oila buni pensiya organiga vaqtida bildirmagan. Natijada bir necha oy to'lov bo'yicha tushunmovchilik paydo bo'ladi. Shuning uchun farzandi o'qiyotgan oilalar hujjatlarni oldindan tartibga keltirsin. Uchinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ishga kirgan yoki ishdan chiqqan pensionerlar o'z holatini tekshirtirib qo'yish kerak. Ayrim to'lovlar va ustamalar ishlash holatiga, daromadga yoki bandlikka bog'liq bo'lishi mumkin. Men bitta narsani aniq aytaman. Ishlayotganingizni yashirish kerak emas. Chunki soliq va bandlik ma'lumotlari baribir elektron tizimlarda ko'rinadi. Agar ortiqcha to'lov shakllansa, keyin men bilmaganman degan gap bilan undan qutulib bo'lmaydi. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun halol va to'g'ri yo'l eng xavfsiz yo'l. 4-nozik jihat. Chet elga chiqish. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, uning pensiya to'loviga oid tartiblarni oldindan bilib olish kerak. Ba'zi holatlarda bank kartasiga pul tushishi davom etadi, lekin tasdiqlash hujjat, ishonchnoma yoki boshqa talablar paydo bo'lishi mumkin. Eng katta xato qarindosh karta orqali pulni yechib yuradi. Pensionerning o'zi esa boshqa davlatda. Bank kartasini boshqa odamga berish xavfli. Karta yo'qolsa, pul yechib olinsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, uni qonuniy rasmiylashtirish lozim. 5-nozik jihat, vafot etgan pensioner nomiga tushgan pul. Bu juda og'ir mavzu, lekin aytish kerak. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari bu haqda tegishli idoralarga xabar berish kerak. Vafotdan keyin tushgan pulni baribir oilaning puli deb ishlatish to'g'ri emas. Keyin bu ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinadi. Aksincha, dafn puli, meros tartibi olinmay qolgan pensiya kabi qonuniy masalalar bor. Shuni to'g'ri yo'l bilan rasmiylashtirish kerak. 6-nozik jihat, firibgarlar. 20 iyul, pensiya, karta, kompensatsiya. Ustama degan gaplar chiqqan paytda firibgarlar juda faollashadi. Ular telefon qilib, pulingiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. Pensiyangiz oshadi. Oldindan to'lov qiling. Ariza yozib beramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodni aytmang. Karta PIN kodini bermang. Pasport rasmini noma'lum odamga jo'natmang. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. 1 iyulgacha nima qilish kerak? Men buni oddiy tartibda aytaman. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachongacha ekanini ko'ring. Agar muddati tugayotgan bo'lsa, bankka boring va yangi karta rasmiylashtiring. Kartangiz pensiya tushadigan hisobga bog'langanini aniqlang. Telefon raqamingiz to'g'ri ulanganini tekshiring. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, kirish imkoningiz borligini ko'ring. Agar ilova ishlamasa, bank xodimidan yordam so'rang. Buni pensiya tushadigan kundan bir kun oldin emas, kamida bir necha hafta oldin qiling. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport istir bo'lsa, JSHR raqami, pensiya guvohnomasi, bank ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Ism, familiya. Otasining ismi, tug'ilgan sana xato yozilmaganini ko'ring. Agar hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya bo'limi va bankda ma'lumot yangilanganini so'rang. O'zi yangilangandir deb ishonib yurmaslik kerak. 3-qadam. Pensiya miqdorini tahlil qiling. Oxirgi oyda qancha pensiya oldingiz, oldingi oyda qancha edi? Qo'shimcha to'lovlar alohida ko'rinadimi? Bank SMS'da yoki ilovada summa qanday ko'rsatilgan, buni yozib boring. Agar pensiya kamagan bo'lsa, darhol sababini so'rang. Ba'zan qarzdorlik ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Ba'zan ortiqcha to'lov qaytarilayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zan texnik xato bo'lishi mumkin.
Sababini bilmasdan turib jim yurish eng katta xato. 4-qadam. Ish staji va arxiv hujjatlarini ko'rib chiqing. Eski mehnat daftarchangiz buyruqlar nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, harbiy xizmat hujjatlari. Bola parvarishi davri, o'qish davri, korxona tugatilgan bo'lsa arxivdan olingan tasdiqlar. Bularning barchasi pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensiya tayinlangan vaqtda ayrim yillar hisobga olinmagan bo'lsa, qayta hisoblashni so'rab murojaat qiling. Arizangizda pensiya miqdorini qo'shimcha taqdim etilgan ish staji va ish haqi hujjatlari asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Imtiyoz va ustamalarni so'rang. Agar taqdim yoshga to'lgan bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, urush yoki mehnat faxriysi maqomingiz bo'lsa, o'quvchisini yo'qotganlik holati bo'lsa, farzandingiz kunduzgi ta'limda o'qisa, bular bo'yicha alohida tartiblarni aniqlang. Men buni shunday qilishni maslahat beraman. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Mening holatim bo'yicha qanday qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz bor? Tekshirib bering deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanmasdan kerak bo'lsa, yozma murojaat qoldiring. 6-qadam muddatli to'lovlarni nazorat qiling. Nogironlik muddati qachon tugaydi? Talabalik ma'lumotnomasi qachon yangilanadi? Ishonchnoma muddati qachon tugaydi? Bank kartasi qachon tugaydi? Bularni daftar yoki telefonga yozib qo'ying. Pensionerlar ko'pincha hujjatni yo'qotgani uchun emas, aynan muddatni o'tkazib yuborgani uchun qiynaladi. Muddatni nazorat qilish pulni saqlab qolishning eng oddiy usuli. 7-qadam rasmiy manbalardan foydalaning. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi, Davlat xizmatlari markazi, mytok.uz portali bankning rasmiy filiali yoki ishonch telefoni orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum guruhlar men qilib beraman degan vositachilar. Pul evaziga navbatsiz hal qilib berishni va'da qiladigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Hujjat topshirganda ariza raqamini, qabul qilingan sanani, xodimning javobini yozib oling. Agar hujjatni topshirdingiz va dalil qolmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizada aniq yozing. Masalan, men falonchi pensiya oluvchiman. Pensiya to'lovlarim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib berishingizni, bank karta ma'lumotlarim yangilanganini tasdiqlashingizni, menga tegishli qo'shimcha ustama va imtiyozlar mavjud yoki mavjud emasligi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar qayta hisoblash bo'lsa, qaysi hujjatga asosan so'rayotganingizni yozing. Agar to'lov to'xtagan bo'lsa, to'lov nima sababdan to'xtatilgani va uni tiklash uchun qanday hujjatlar talab qilinishi haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. Hujjatlarni topshirishda asl nusxa va nusxani olib boring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat individual. Shuning uchun avval telefon qilib yoki rasmiy manbadan aniqlab olish ham foydali. Lekin eng muhimi, hujjatim yetmay qolsa, keyin olib kelaman deb. Umuman bormay yurish noto'g'ri. Borib maslahat oling. Kamchilik bo'lsa ro'yxatini yozdirib oling. Tasavvur qiling. Sobir ota 7-2 yoshda. U pensiyasini oladi, lekin bir necha yil oldin ishlagan korxonasi tugatilgan. Hujjatlar arxivga o'tgan. Pensiyaga chiqishda o'sha yillar topilmagani uchun hisobga kirmagan. Sobir ota esa endi kech bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida arxiv hujjat topilsa, qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Buning uchun u arxivga so'rov beradi yoki pensiya organi orqali yordam so'raydi. Agar natijada pensiya oshsa, bu uning har oylik daromadini yaxshilaydi. Yana bir vaziyat. Gulchehra opa yolg'iz yashaydi. Sog'lig'i yaxshi emas. Lekin hech qayerga murojaat qilmagan. Mahalla uni biladi. Qo'shnilar yordam beradi. Lekin rasmiy hujjatda parvarishga muhtojlik yoki yolg'iz yashash holati aks etmagan. Bunday vaziyatda mahalla tibbiyot muassasasi va tegishli idoralar bilan bog'lanib, unga qanday yordam turlari borligini aniqlash kerak. Ko'p yordamlar odam ariza bermaguncha boshlanmaydi. Yana bir misol. Rustam aka o'g'lining telefon raqamini bank kartasiga ulab qo'ygan. O'g'li boshqa shaharda ishlaydi. Telefon raqami almashaslar kelmay qoladi. Bir kuni karta bilan muammo bo'ladi, bank tasdiqlash kodini eski raqamga yuboradi. Rustam aka pulini yecha olmaydi. Shuning uchun pensionerning o'zi foydalanadigan telefon raqam bo'lishi yoki ishonchli yaqin qarindosh bilan qonuniy va tartibli yordam mexanizmi bo'lishi kerak. Hurmatli tomoshabinlar,
iyulgacha qilinadigan eng muhim ishlar shular. Bank kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni yangilang, pensiya miqdorini solishtiring, ish staji va arxiv hujjatlarini ko'rib chiqing. Qo'shimcha ustama va imtiyozlaringizni so'rang. Muddatli to'lovlar bo'yicha sanalarni o'tkazib yubormang. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling va faqat rasmiy manbalarga murojaat qiling. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensiya masalasida eng xavfli narsa beparvolik. O'zi bo'ladi. Keyin boraman, menga tegishli emas. Kimdir aytib qo'yar degan fikrlar odamni puldan mahrum qilishi mumkin. Bugun 1 soat vaqt ajratib tekshirgan hujjatingiz ertaga sizga oyma-oy qo'shimcha daromad olib kelishi yoki pensiyangiz to'xtab qolishining oldini olishi mumkin. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiyangiz tushyaptimi? Kartangiz muddati qachon tugaydi? Qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilganmisiz? Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta odam vaqtida eshitgan ma'lumot tufayli o'z pulini saqlab qolsa ham, bu video bekorga tayyorlanmagan bo'ladi.